Medipil glyutatsion naboridan keldi. Oqartiruvchi, ichida sivirtka, krem, toner, emulsiyalari, penkasi bor, emulsiyasi emas. Mana guruch penkamizdan keladi, o'sha 2 dona qolibdi. Silimax gidrofilni maslasi kelgan. Rosa ham yaxshi gidrofilni masla makiyaj zo'r uchiradi. Keyin Zetskiy SPF kelgan. Buni ichida nimasi ham bor, salfetkalar bor. Podarkaga salfetkasi bor. Mana bu yerda rasmdaqa bemalol bolani 6 oylikdan katta bo'lgan bolalarga ishlatsa bo'ladi. 14-12 yoshli bolalarga ham ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerda 6 oylikdan boshlab. Masalan, bunaqa tarkibi toza. Bularni hammasi narxini hozir aytib o'tmayman, chunki hozir shoshilatdim. Bo'lmasam videom cho'zilib ketadi. Mana bu tkaniviy maskani so'raganlar. Shundan keldi, bitta vitamin C и 2 kollagen peptidli. Volume 9 Medipil kremidan, keyin Goodell SPF dan. Nimalar keldi deganlar uchun bu video narxlari hammasi Telegram kanalda bor. Agar mabodo bilib topolmasangiz narxini poiskga yozsangiz ham bo'ladi, bo'lmasam admin qizlarga yozsangiz aytib berishadi. Doktor Sherikolda probiotik tonerdan himoya qavatini tiklaydigan guruch tonerdan keladi. O'sha mana bitta qopda 4 yoki 5 ta Anva tonerdan shaftolilik. Mana buni gidrofilka ham, penkasi ikkitasi bitta, alohida gidrofilka, alohida penka ham olsa bo'ladi. Xuddi shunaqa mana bu nabordan ham keladi, gidrofilkasi va penkasi bor. Buni ham alohida olsa bo'ladi. Shuning uchun ko'p qizlar gidrofilkalarini olib olishdi, mana penkalaridan qoldi endi. Yuzni quritmaydi, tinchlantiradi va dorivor o'simliklardan tashkil topgan. Cosrx AHA vitamin C lik toneri ugrilarga, yugurdan qolgan dog'larga yaxshi bu. Goodell SPF tinchlantiruvchi, yengil SPF xohlaganlar uchun, yuzda bilinmaydigan uchun. Albatta shunaqa nabor bo'lib chiqqan, lekin biz alohida sotamiz. Shuning uchun narxi naqa, o'z aslida 200 minglik SPF-da, shuning uchun 160 mingdan. Merikit vitamin C ni so'raganlar, mana yana keldi skidka narxida. Roundlabda 100 ml tonerchasidan keldi. Bilasizlar, buni 200 ml bor. Bu esa o'shini kichkinasi 100 ml 110 ming. Doktor Sherikel probiotik kremi, Milaizer Ekladona tonerdan 1 dona, kremdan 2 dona. Hozir qolmabdi boshqa. Yana kelsa Eklado bilasizlar, professional kosmetologicheskiy brend hisoblanadi. Yana kelsa olaman, lekin hozir shu bitta toneri. Tonerdan naryoqda ham bor, 2-3 ta bor. Kremidan mana 2 ta sivirtkasidan yo'q. Silimaxda derma penkasi, yumshoq penka, yuzni quritmaydi. Gidrofilni masla, roundlabdiki, shuni kanalga qo'ymaganman. Narxini chiqarib qo'yaman. Adashmasam 180 ming bo'lishi kerak narxi. Doktor Sherikolda 50 grammli choy daraxtli kremi. Yog'li, ugrili shunaqa yuzlarga yaxshi tushadi. Yog'lanishni kamaytirib, ugri chiqishini ham kamaytiradigan krem. Anvani shaftoli va niacinamidlik 70%, sivirtkasi, ugriga qarshi, qora toshbaga qarshi, salitsil va ko'stebog'i sivirtkasi, Medipil oziqlantiruvchi kremi, ultra krem. Yuzi o'ta qurib ketganlar uchun yaxshi. Mana bu Redli shotlardan bu 300 liga adashmasam. 300ligi eng kattasi. Mana bu 100ligi ham. Probnika bir dona olib ishlatib bersalar bo'ladi. Mikro ignalar. Yuzda hamma tomonlama yaxshi ishlaydigan narsalar. Ajinga, yuzni silliq qilishga, yuzni rangini yaxshilashga, real barrierda anaqa himoya qavati buzilgan yuzlar uchun kremi. Yuzi sho'rlashib, himoya qavati buzilib, achishib shunaqa bo'lganlarga ham zo'r tushadi. Zo'r tiklab yumshoq qilib qo'yadi yuzingizni. Jestermani ugriga qarshi sivirtkasi. Kremi bu ham zo'r brendlardan hisoblanadi. Kollagen penkamizdan ko'p edi, 2 dona qolibdi. Guash toshini bu bitta qizni zakazi. Guash toshi 25 mingga bozorda topsa bo'ladi, lekin plastmassa bo'ladi. Mana bunaqa tosh, mana hozir qo'limga olyapman, muzdekda. Haqiqiy kvarts yoki nefrit toshidan bo'ladi. Shuning uchun bu muzdek bo'ladi. O'zi ham og'irgina bo'ladi. Taroziga qo'ysangiz ham chiqadi-da. Bu haqiqiysi. U bozorda 25 ming, plastmassa. Shuning uchun bu 170 ming. Mana shunda massaj qilsangiz bo'ladi effekt. Bozorda plastmassada bo'lmaydi. Narxini nimaga qimmat bo'ladi?
farqlari nimada deganda mana shunda. Bitta qizi zakaz edi. Hop. Bilmona CC kremi, Rona CC krem bilan bir xil qilingan. Xuddi shunaqa tarkibli CC krem. Yuzda kamchilikni uncha yopmaydi, lekin yuzda yengil turadi. Ikkinchi terislik yozlarga yaxshi, yuzingizni chiroyli qilib beradi. SPF ham qo'shimchasiga bor 35. Bu degani SPF ishlatmasak bo'laveradi degani emas u, lekin baribir qo'shimcha SPF hech qachon zarar qilmaydi. Skin Lab vitamin C sirtkasidan ko'pgina kelgan. Aksesda niacinamid ugrilar bor, ugridan qolgan dog'larga sirtka. Akanon mas aynan ugri bor joyga suriladi, ugrida kamaytiradi. Vaspaleniya o'sha tagidan chiqqan ugrini shunaqa qilib surilsangiz, shu ugringiz chiqib xullas yo'qolib ketadi takpagi bilan. Faqat kech payt ishlatiladi ugri bor joylarga. Mana bu krem, Anvani kremi, shaftolik, mana bu sirtkani kremi. Anva enzimli pudra 77% niacinamid и shaftolik ekstrakti bor. Bayvish Trend enzimkasidan keldi. Mana bu Centellan SPF dan buni o'zim ishlatganman. Round Lab ton beradigan SPF dan 170 ming hozir. Bu ham 170 ming. Keyin mana bu anaqa charchab qolyapman. Gapim tezda bitta gapim, ikkinchi gapimni tez nima qilayotganimga. Anaqa kampir-sholarga o'xshab hansirab qolyapman. Tak, bu Berioza so'qi SPF shundan ham ishlatganman, bundan ham ishlatganman. Endi bundan ham ishlatib ko'rmoqchiman, hozir boshqa SPFim bor. Hozirgi Hera SPFim bor. Tugasa mana shundan ishlatib, mana shundan zo'r SPF 80 ml. Gramdan yutasizlar, filtrlari ham yangi avlod filtrlari, uzoq vaqt ketadigan. Lekin agar siz oftobda muntazam ravishda 2 soat jaziramada tursangiz, baribir almashtirib olishingiz kerak. Bu qachon almashtirilmaydi? Shaharda yashasangiz, oftobga, misol uchun ishga borasiz, keyin kech payt qaytasiz yoki obedda birovga chiqasiz, shunda almashtirilmaydi. Bir xillar, misol uchun siz qanaqadir bilasiz, что o'sha kuni oftobda kechgacha turasiz, qanaqadir vaziyat bo'ladi, bilmayman. Shunda baribir 2 soatda almashtirib olmasangiz bo'lmaydi, ustidan hech surib olishingiz kerak SPFni. 6 soatli deganda u hali nima deydi, uyda ham vaqt o'tkazadi, salqinda vaqt o'tkazadini nazarga tutilganda, mana bu SPFimizdan ham bo'lsa ko'p yaxshi o'tiblar olyapmiz. 145 ming narxi, 50 gram, 50 ml pantenol, niacinamid, salvin kislota bor, oqartiruvchi vositalari bor. Shu ham zo'r SPF. Har bitta SPFlar yengil yuzda turadi, yig'ilib qolmaydi. Mana bu chiroyli turgan narsalar, bu intimatorchalar, kiyimga bir tomchi tomiziladi. Kun davomida xushbo'y keladi, xullas hid keladi. Mana shu eng shirin hidlardan nejniy hidlar bo'ladi-ku, shunaqa bahoriy gullar hidi, mana shu eng nejniylari. Qorasi anaqa bogatay edi, korishnevysi o'rmonda yomg'irlardan qolgan, yomg'irdan keyin hid keladi, shunaqa golboy dengizda hid edi. Mana shunisi hammaga yoqadigan gullar hidi. Vitamin C askorbinovaya kislotalik ko'zda baxa sirtkasi, yaxshi sirtka, faqat kech payt ishlatilishi kerak. Mana bu pilingdan ham rosa ko'p sotganmiz, yana keldi. O'sha zo'r piling. Oxyuniki Luxury brend pilingi. Yuzni zo'r oqartirib, o'lik hujayralardan xalos qiladi. Haftada bir marta ishlatadi. Bundan buyog'iga krem va SPF krem surishga eringanlar yoki bu ham og'irlik qilmaydi, lekin baribir umuman ishtima surilmasin deganlarga mana SPF stick. Buni nima qilasizlar? Stikkani chiqarib, xuddi men o'tgan yil Beauty Johnsondagini issiq kunlarda ishlatdim stikkani. Zo'r narsa, lekin uzoqqa yetmaydi deydiganlarga bir xil ikkalasining ham yetishi. Buni bunaqasi tugagandan keyin ichidan yana tagida yana bir qancha qoladi. Voy, kamerani ham o'ynatib yubordim, uzr endi. Mana shunaqa. Birinchi marta ko'rganlar uchun ko'rsatmoqchiman. Mana shunaqa stik, mana shuni yuzingizga surkangiz. Вообще bilmaydi yuzda borligi. Bu Tokoboniki. Himoyasi xuddi narigi SPFlardaqa bir xil. Yaxshi himoya. Bu 170 ming. Mana upakovkasi ham stilni. Ko'chada yursangiz ham agar misol uchun ilojsiz vaziyatda shunday даже makiyaj ustidan ham shunaqa vaziyat bo'ladi-da, endi topolmaysiz yangilagan. Shuni surkab yangilab olsangiz, bari himoyada.
Men o'tgan yili anaqaga borganimizda shunaqa qilganman. Basseynda cho'milgan borganimizda, sanatoriyga borganda, o'sha ayollar basseynda shunda shunaqa SPF stik surkab nima qilganman-da. Nima edi bu? Round Lab'da vitamin C va boshqa oqartiruvchi bilbixa o'simligi bor. Sivrtkasi oqartiruvchi vitamin C 10%lik enzimli pudra haftada bir marta yoki marta ishlatiladi. Yangi kelgan narsalarda mana Noip'da SPF dan keldi. Ton beradigan SPF, niasinamidi bor. Bunaqa SPF'da ton beradigan SPF'da shaxsan men nechtasini ishlatsam ham menga to'g'risi baribir BB krem shunaqa narsalar ishlatganim uchun menga kerak emasda unaqa. Menga tonsiz yaxshi. Tonsizi ham baza bo'lib beradi. Buni shunday SPF surkab ko'chaga chiqaman deganlar uchun yaxshi. Bu ton beradi degan, sal oqartiradi degan. Oqartirsa ham og'ir oqartirmaydi. Tarkibini ham qaranglar qanaqa zo'r ekan. Niasinamid 5%, sink oksid bu bunaqa quyoshdan saqlovchi filtrda bitta SPF ga qo'shiladigan titanium dioksid, glyutatsion, arbutin. Bisa bu qarang oqartiruvchi narsalar. Sizni SPF-ingizga yana qo'shimcha kuch berib, yuzingizni askorben kislota yozilgani bilan bu yerda juda kam foizlar bo'ladi. Unaqa katta 15-20% qo'shmaydi, qo'shsa 1%, 2% qo'shadi. Bemalol ertalab ishlatsa bo'ladi. SPF ga bekorga qo'shmaganki, chunki SPF faqat ertalab ishlatiladi. Ton beradigan SPF, quruq, normal yuzlarga ko'proq men ton beradigan SPFlar tavsiya qilaman. Buni bitta SPF-chasi qolibdi, bundan tugab qoldi. Yana zakaz qilganman, kelib qolsa kerak. Jojoba Hidrofilli maslasi dermafektorid makiyaj uchun. Mana bu Ametdan yana gapirib o'tdi. Good vitamin C tonerlari 300 ml. Mana bu choy daraxti toneri Dr. Circle'da. Yog'li yuzlarga, ugrus yo'q bo'lsa ham yog'li yuzlarga yaxshi. Lactafit ozdiruvchi probiotik. Bu dori emas. Men ozgani dori yoki semirgani dori ichishadi, shunaqalarga umuman qarshiman. U вообще noto'g'ri narsa, umuman sog'lig'ingizga to'g'ri kelmaydi. Bu xavfsiz narsa, chunki bu dori emas, probiotik. Probiotikni bilmaganlar Google'ga yozib ko'rsalar chiqadi nimaligini. Bu ichagingizni hazm qilish sistemasini yaxshilaydigan narsa. Keyin Lactafit umuman probiotikni hattoki chaqaloqlarga tavsiya qilinadi yoki qavziyati borlarga ham tavsiya qilinadi. O'sha laktobakteriyalar kamayib ketgan bo'ladi ichaklarda, shuning uchun oshqozonlarida, shu ichaklarda qanaqadir muammolar bo'lgan bo'ladi. Keyin agar siz bolangizga antibiotik ichirsangiz ham yaxshi детский vrach yoniga qo'shib probiotik ichiring deydi. Antibiotik chunki hamma bolaning organizmidagi yomon bakteriya bormi, yomon narsalar bormi, hammasini o'ldiradi-ku, shunda bola tuzaladi. Lekin yaxshi bakteriyalarni o'ldirib yuboradi, unga farqi yo'qda. Shuning uchun shunaqa bo'lmasin deb, endi bu Lactafit yosh bolalarga emas, u prosta aytyapman, probiotikda qanaqa vazifasini bilmaganlar uchun biz zararli narsa sotmaymiz. Keyin mana bu zo'r atir keldi, bundan boshqa keladimi bilmayman. Zara Ultra Juicy'dan qaranglar, вообще zo'r hid ekan, menga rosa yoqdi. Mana bo'lmasam yoqqandan tushib ketdi. Qayerga tushib ketding, Zara? Mana qizlar вообще. Yoqa yoqdi hidi. Muzdek yozlarga ham zo'r ekanda buni. Bunaqa sevib olib, bir salqinlikdimi, nimani hidi keladi? Gullardek hidi keladi, nok notasi ham bor. Shu yoqdi, senga ham yoqdimi? Bidab ko'p. Mazam. Spanjarga ham yoqdi. 10 ml qo'yib beramiz, 70 mingga to'g'ri keladi. Bir 10 ml olib ko'rsalaring. Keyin prosta bundan boshqa bo'ladimi, yo'qmi bilmayman-da. Bu anaqa limiterovanный kolleksiyada chiqadigan Zara'ning atiri. Уже bir ikkitalarga qo'yib berganmiz. Keyin hid atirlaridan Apple Juice. Bu Chanel Tender atiriga birga bir yuradigan hid. Bu ham zo'r hid, menga bu ham yoqadi. Bundan ham menda bor. Ultra Juicy'dan yo'q edi menda. Endi Ultra Juice ham qo'yib olaman o'zimga. 10 ml qo'yib olaman mana. Hech qanaqa butun atirim yo'q. Chunki har odam bitta butun ishlatib tugatib zerikadi. Mana bunaqa o'rchitdan ham buni ham qo'yib beramiz. Raspevga olganman buni. Bu ham zo'r. Victoria's Secret'da Bombshell atirini hidi. 10 ml hammasi 70 ming. Bombshell.
Shunaqa kattasi oydod chiqib qolgan, zakaz qildim. Keyin mana bu tonerda kimdir so'radi, qayta so'radi. Zakaz qilib berdim shu qizga. Ana qolganlari Nalichi, propolisli, Cosrx'da oziqlantiruvchi, oqartiruvchi tonerim. Yana oqartiruvchi sirtkalardan non bo'jindish plus keldi. Yana mana bu zo'r narsalar ko'rsatmasam bo'lmaydi. O'zimni losionim tugashi bilan birortasini ishlataman. Lekin qaysi birini ishlataman bilmayman, chunki hammasini hidi birdan yoqdi-da. Bu Victoria's Secret borku, shunga sifati shunaqa darajada. Bath and Body Works degan brendi tana uchun losion, buni gelda dushalari ham bor. Bu losionni yuvinib chiqqandan keyin, cho'milgandan keyin tanaga suradi, приятный atirlar hidi keladi. Mana shu birortasini hidi yoqmadi deya olmayman-da. Mana bu ham zo'r ekan. Nежный hid ekan. Mana bu ham muzdekroq hid ekan. Mana bu ham zo'r ekan, qizlar. Yana bitta hidi bor edi, uni o'sha tugatib yuborishdi. Har bittasini hidi yoqib oladi-da, keyin bunday hidaganingizda nima deydi? Bilolmas ekansiz-da, tanlalmas ekansiz. Shunaqa ham bo'ladimi? Mana ham hidi zo'rda. Ishonaveringlar. Endi o'zlar qiziqtirib qo'yapman, o'zimga ham rosa yoqdi-da. Hozir o'zimga borligi uchun tektiribman, lekin agar tanlashga kelganda qaysi birini tanlayman ekan deb. Mana hozir 4 ta qoldi, yana bitta yulduzchali, bunga ham zo'r edi. Parfyumirованный super puper shirin atirlar. Bitta spreydan ham ikkita edi, bitta qiz uyga keluvdi, narsa olgan. O'sha olib ketib qoldi qorasini. Mana shuni qoldi qizlar, qaranglar, atir 175 ming, bu skidkada 800 mingdan. Skidkada bo'lgani uchun oldim-da, 200 mingga tana uchun, sprey badan uchun 236 minut ko'pdi. Hidi ham uncha atirdaqa. Bilasizlar, spreylar hidi yengilroq bo'ladi, stoykasti kamroq degani. Lekin mana buni qo'limga qorasini sepganim, shu hisob ketgandi. Ertalab tursam ham his qildim-da, kechqurun sepib. Shuning uchun hidi yaxshi ekan. Bundan bitta dona xolos. Shuning uchun даже kanalimga ham qo'ymadim. Keyin birinchi yozsa, adminlarga yozinglar, faqat menga yozmanglar. Menga yozsalar, ertalab kechqurun javob bergan uchun kech kirib ketadi. Xullas shunaqa gaplar qizlar. Mana shu bitta 175 ming spreydan qoldi. Atirlar ko'rsatdim. Keyin yana освежающий gellar dushalardan mana qilib keldi. Bular endi byudjetniroq. 500 ml 90 mingdan. Lime, limonni yaxshi ko'raman. Rosa ham sevaman limonni. Mana bu ham rosa shirin. 90 ming. Mana shaftolini ham sevib qolasizlar. Rosa ham shirin. Xuddi hali shaftoli zo'rda hidi keladi. Bulardan ham ikkitadan adashmasam bor hammasidan. Bo'ldi shekilli, endi ko'rsatib bo'ldim hamma narsani. Zero gidrofilni balzamni ko'rsatmabman, kichigina. Byudjetniy sirtkalardan mana buni Yepdan sirtkasidan keldik. Namlantiruvchi sirtka qo'yganlar uchun. Bo'ldi shekilli. Yo'q, esimdan chiqib qoldi. Men korobkadagi narsalarimchi, Frutia SPF'lardan byudjetniy 65 mingdan SPF'lar, SPF demak, penkalar, lekin grammi ko'p mana. 120 ml maza qilib ishlatasizlar. Hammasi mevalar hidi. Frutia rosa mevalarni hidini zo'r o'xshatib qo'yadi. Ishlatganda maza qilasizlar. Bunisi chernikalik, buni ham hidi zo'r. Bunisini o'zim ishlatganman. Yog'li kombinirованный yuzlarga zo'r tushadi. Bu ham o'sha bitta yuganda oppoq qilib qo'yadizlar. Keyin SPF'lar Beauty Johnson original SPF'ni zavodidan bez korobka zakaz qildirganmiz. Korobkasiga ham par pul ketadi. Bez korobka zakaz qilsangiz ham qilib berisharadi. Bu yerda 20 dona. Tugada o'tgan safargi 20 donamiz, yana 20 dona zakaz qildik. Yana Beauty Johnsonda originalni aytaman, bunday qilsangiz shunaqa bukilib qoladi. Chunki uni upakovkasi shunaqa. Plasmasa podelkasi bor. Qanaqa deb? Bunaqada upakovkasi. Podelkasi bunday qilsangiz bukilmaydi, deyli. Bu boshqachada, buni qo'lda ushlaganda o'z rasmini videodan bilinyapti-yu. Qanaqadir mana bukiladigan. Ko'ryapsizmi? O'sha zo'r SPF. Birinchi qimmat SPF da mana shuni ishlatganman. Rosa orzu qilardim qimmat SPF ishlatishni, oldim pulim bo'lmasdi. Oxiri shu imkonim bo'lganda birinchi marta olganimda sevganman shu SPF. Shunaqa gaplar.